Dunyoda borsizki aziz insonim, olamni shodlikka to'ldirib yashang. Siz bilan hamsuhbat bo'lgan har dilni chehrasin quvonchga to'ldirib yashang. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kuzatuvchilar. Siz azizlar bilan loyihamiz orqali g'oyibona bo'lsa-da diydorlashib turganimizda behad mamnunmiz. Bugun tavallud ayyomlari nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni shukrona kunlari bilan samimiy muborakbod etgan holda navbatdagi tabriknomani bugungi kun qahramonlaridan biri bo'lgan ajoyib inson, go'zal singlimiz Sabrinaxonga yo'llab qo'yamiz. Ayni damda biz ularni bugungi shukronalik ayyomlari bilan yaqin insonlar nomlaridan tabriklab, birgalikda xursand qilamiz. Qani ketdik. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sabrinaxon bilan bog'landikmi? Ha, shunday. Singiljonim, salomatmisiz? Omonmisiz? Yaxshi, rahmat. Zo'r o'zingiz yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Rahmat, Allohga shukr. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Bugun Allohimga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan Nurafshon fayzli kunning egasi ekansiz. Shu munosabat bilan ayni fursatlarda biz sizni go'zal dil izhorlari loyihasidan bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Marjona Fayzullayeva siz bilan g'oyibona suhbatlashmoqda. Singiljonim, bugungi shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim Alloh umringizni ziyoda qilsin. Yaqinlar, qadrdonlar, oilangiz baxtiga hamisha sog', salomat bo'ling. Rahmat. Bilasizmi Sabrinaxon, sizni bugungi quvonchli kuningizda sizni kutilmagan noodatiy tarzda tabriklab, sizga unutilmas onlarni baxsh etib, yuzingizga tabassum, qalbingizga quvonch ulashni niyat qilgan yaqin insonlaringiz nomlaridan bizning loyihamizga sizga atalgan go'zal dil izhorlari yetib kelgan ekan. Mana shunday surpriz sovg'ani kimdan kutasiz? Taxmin qilib ko'rasizmi? Kim sizga mana shunday surpriz hadya tayyorlagan bo'lishi mumkin? Bilmayman. Olamlarmi, tog'amlarmi? Albatta, barchamiz bunday quvonchli kunlarda go'zal dil izhorlarini, samimiy tilaklarni o'z yaqinlarimizdan, qadrdonlarimizdan kutamiz. Keling, o'zim sizga yordam qilaman. Ayni damda biz sizni momongiz Halimahoji momo, tog'alaringiz Muborakshoh Firdavs, xolangiz Shabnamxon, yangalaringiz Marhabo Shahnozabonu, ukalaringiz Sanjarbek va Sarvarbek nomlaridan, xolajoningiz Muhayyo opa bizning loyihamizga murojaat qilganlar va ular o'zlarining go'zal dil izhorlari maktubga muhrlab loyihamizga yo'llagan ekanlar. Ayni dam ijozat bersangiz, mehribonlaringizni siz uchun yozib yo'llagan go'zal dil izhorlarini sizga o'qib eshittirsak, tinglashga tayyormisiz? Aha, xo'p. Assalomu alaykum. Bizlar uchun qadrli, mehribon, yaqinlari, jon va jigarlariga shirin so'zi, mehrini ayamaydigan jigarimning bir parchasi jiyanim Sabrina. Seni bugun qarshi olgan yana bir bahoriy yoshing, shukrona kuning bilan oilamiz nomidan, chin qalbimizdan, chin yuragimizdan samimiy tabriklaymiz. Ilohim, biz yaqinlaring baxtimizga hamisha sog', salomat bo'l. Hayoting quvonchli lahzalarga va baxtli onlarga lim-molim bo'lsin. Qayerda bo'lsang ham doimo sog' bo'lgin. Hech qachon g'am ko'rma, dard ko'rma, betob bo'lma. Dunyodagi eng baxtli inson bo'lib yurgin. Hayoting va baxting o'zing kabi go'zal bo'lsin. Biz seni juda yaxshi ko'ramiz. Boringga shukr. Turmush o'rtog'ing, kuyovimiz Odiljon bilan qo'sha qarib, Alloh bergan ne'mating
o'g'ling Qosimjonni huzuru rohatini ko'rib yurgin. Allohim sizlarga yana ko'p bora solih va soliha farzandlar ato etsin. Biz yaqinlaring seni shu qadar yaxshi ko'ramizki, buni so'zlar bilan ta'rif edib bo'lmaydi. Sen uchun doimo duodamiz. Yana bir bor shukronalik ayyoming muborak bo'lsin. Rahmat, kattakon rahmat. Bilasizmi Sabrinaxon, ushbu ajoyib surpriz tabriknoma maktubida mehribonlaringizni siz uchun yozib yo'llagan ajoyib she'riy sovg'asi ham bor ekan. Maylimi, hozir shuni ham sizga o'qib eshittirsak? Xo'p, mayli. Qalbing hayot baxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaring gullarga to'lsin. Seni tark etmasin mudom omad, baxt, tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rma hech vaqt, hech qachon. Oshufta qalbing tuymasin armon. Bor bo'lgin jiyanim, bo'lgin sog' omon. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Shodlik quvonchlarga bo'lgin hamxona. Baxt senga bir umr bo'lsin koshona. Umringni har kuni bo'lsin shodiyona. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Tabassum besasin yuzlaringni, lolalar chirmasin izlaringni, kulgu tark etmasin ko'zlaringni. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin deya ushbu ajoyib she'riy sovg'ani hamda go'zal dilizkorlarni sizga cheksiz hurmat va mehr muhabbat ila sizni jonidan-da ortiq ko'ruvchi mehribonlaringiz, barcha tog'alaringiz, xolalaringiz, ukalaringiz nomidan xolajoningiz Muhayyo opa, mehribonim, o'z dilbandimdek qadrligim jiyanim Sabrinaxon uchun deya loyihamizga yozib yo'llagan ekanlar. Biz esa siz uchun atalgan surpriz tabriknomani sizga o'qib eshittirdik. Rahmat, kattakon rahmat. Xolajonim umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlarni xudo halovatlarini ko'rsinlar. Xolajonim hajlarga borsin ilohim. Yana bilan hoji momo, hoji bobo bo'lib yursinlar. Ilohim, bilasizmi Sabrinaxon, sizni yaqinlaringiz juda ham yaxshi ko'radi. Rahmat. Kattakon rahmat. Rahmat, tashakkur. Bilasizmi Sabrinaxon, sizni yaqinlaringiz juda ham yaxshi ko'rib, qadrlar ekanlar. Bizga murojaat qilar chog'ida xolajoningiz Muhayyo opa aytdilarki, Sabrina opamdan qolgan yodgorim, uni o'z jigarbandimdek qadrlayman, yaxshi ko'raman. Biz yaqinlar barchamiz uni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Bugungi quvonchli kunida uni kutilmagan noodatiy tarzda tabriklab, xursand qilishni niyat qilgan edik. U uchun atalgan go'zal dilizxonlarimizni o'qib eshittirsangiz deya loyihamizga o'zining ajoyib surpriz tabriknoma maktubini yo'llagan ekanlar. Biz esa bu ajoyib tabriknomani ayni damda sizga o'qib eshittirdik. Bilasizmi Sabrinaxon, ayni fursatlarda siz bilan bo'lib o'tayotgan mazmunli suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Shu boisdan sizga ham yana bir bor imkoniyat beramiz. Marhamat, sizning ham yaqinlaringiz uchun atalgan dil so'zlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, biroz fursatlardan so'ng mehribonlaringiz sizning ovozlaringizni tinglab xursand bo'lishadi. Marhamat, yana bir bor tilaklaringiz, dil so'zlaringiz bo'lsa, biz sizni eshitamiz. Omajonim, Halimaxon hajlarga, katta hajlarga borsinlar. Katta hojmama bo'lib yursinlar. Tog'amlar ham hajlarga borsinlar ilohim. Farzandlarini huzur halovatini ko'rib yursinlar. Xolalarim ham xuddi shunday. Qaynonam, qaynotamalar ham katta hajlarga borsinlar ilohim. Katta hojmama, hojbobolar bo'lib yursinlar. Ularga doim sog' salomatlik tilayman. Xolamlarga, tog'amlarga, qaynonamga, qaynotamga ham xuddi shunday. Rahmat ilohim, chiroyli tilaklaringiz go'zal ijobatlar bilan siylasin Allohim.
Sabrinaxon, yana bir bor bugungi shukronalik ayyomingiz bilan sizni loyihamiz tomonidan samimiy muborakbod etamiz. Bugun qarshi olgan yana bir bahoriy yoshingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Har doim yaqinlar, qadrdonlar, oilangiz va Alloh bergan ne'matingiz, farzandingiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Turmush o'rtog'ingiz Odiljon bilan qo'sha qarib uzoq yillar birga baxtli hayot kechirib, o'zingizni chiroyli xonadoningizni, go'zal oilangizni chiroyli malikasi bo'lib yuring. Rahmat, kattakon sizga ham rahmat. Umuman kutmagan edim. Rahmat, tashakkur. Yana bir bor shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugungidek bahoriy a'lo kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Tavallud ayyomlaringizni yaxshi o'tkazib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, mayli, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Ushbu diltortar tarona ham siz uchun. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. G'am kelsa boshingiz chinordek bo'lsin, quvonchdan qalbingiz minordek bo'lsin. Do'stlarning bag'ridan ayrilmang sira, yaqinlar siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, sevgimiz asrasin sizni iloyim. Sevinyu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Sevinyu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.